Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qon shahriga boshlagan navesimiz tayyor bo'ldi. Navesimizni mana bu holatda eniga 8,5 metr, uzunligi 13 metr. Navesimizni tayyorlashda to'rga 2,5 profildan tepa past to'rga 2,5 profil bo'lgan. İchlariga gul terib chiqilgan. Mana barglariga alohida levis kraskadan bo'yab chiqqanmiz. Mana bu 13 metrdan ikki yonida xorisi bo'ladi. Xorisini to'rga 4 profildan tayyorladik. Profillarimizni qalinligi 1,7 stenada, xorilariniki mana bu 4ga 4lar 2lik stenada bo'lgan. Mana bu yerda navesimizni tepadagi vassaga ishlatiladigan profillari 3ga 2 profillar bo'lgan. Qalinligi 1,7 stenada. Mana bu yerda hozir tasvirimiz ozgina quyosh tushib xiraroq bo'lib qoldi. Mana bu xorimizni ostiga ikkita stoykasi bor. Mana stoykani pastlarida mana bunaqa belbog'lar qo'yilgan. Mana choklari germetika qilib yopilgan. Yomg'irda, suvda zang chiqmasligi uchun. Shunaqa naves, reshotka, darvoza ishlarimiz kerak bo'lsa, profilda nomerlarimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar.